Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Assalomu alaykum Zo'r TV kanali muxlislari. Sizlar bilan oshxona qurollari ko'rsatuvida yana bir bora ko'rish turganimizdan bag'at xursandmiz. Bugun biz Koshona degan ajoyib milliy taomlar restorani Koshona. Men boshida manzilni tushuntirib o'tmoqchiman hurmatli azizlar. Manzil 40 letda bilasizlar. Ya'ni nima deydi? Ruschasiga 40 let deymiz azaldan. 40 yillik. Kresi deylar, rohatga turishda. Shunda mana tashqari most metro bor. Metroning ro'parasida shunda ko'rinib turadi. Juda bir chiroyli, juda go'zal. Avvalo tashqarini qaranglar, mana tashqariga joylar qilingan. Bu yerda milliy taomlar, Yevropa taomlari va yaqinda Uyg'ur taomlari ham yo'lga qo'yilmoqda. Mana bu daraxtdagi adresda o'ralgan mana juda chiroyli. Mirzojon, qani yuringchi bu yoqqa keling, qani. Bismillahirrohmanirrohim. Mana juda bir go'zal, juda bir chiroyli mana zallarni qaranglar. Biz endi ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Men interyeriga maza qilardim, Mirzojon, interyeriga. Interyer deganiki, mana shu bir juda chiroyli tarzda ustalar baraka topsin, o'zidan ustalar, qo'ligul ustalarimiz juda chiroyli mehnat qilishgan. Mana bu ichkarida alohida kabinkalari bor, bir 10 kishilik, 15 kishilik alohida xonalar, ya'ni kabinkalar. Ya'ni sip deyiladi. Sip deganiga VIPdan sal bundoq pastroq. Endi VIPga o'tamiz. VIP bu yoqda, VIP. 3 ta xona VIP xonasi bor. Mana qarang, go'zallikni qarang, bir juda chiroyli. Mana Mirzojon qarang. Juda chiroyli qilishgan. Hali nozik mehmonlar yoki chet elliklar ham kelsacha maza qilib yuborishadi. Ko'rsatmasin bo'lmasa, hurmatli azizlar, biz endi asosiy ko'rsatuvimiz joyini boshlaymiz va yigitlarimiz oshxonadan olishadi, syomka qilishadi va biz oshpaz bilan gaplashib, nima ovqat tayyorlashini ko'ramiz va keyin mazasini ko'rib baho beramiz. Ketdik. Hurmatli azizlar, mana ichkariga ham kirib oldik. O'zi ancha bo'ldi kirganimizga, lekin asosiy ishimiz boshlaymiz. Mana dasturxon ustida bu yerda taomlar xili juda ham ko'p, lekin biz keraklarni oldik. Xo'p, hurmatli azizlar, men endi hozir bu yerga qo'ligul oshpaz taklif qilmoqchiman. U nafaqat oshpaz, bosh oshpaz. Toshkenimizda oshpazlar juda ham ko'p bo'lsa, bularning ichida sanoqli oshpazlar ham bor. Shularning ichida sanoqlisi Mirazjon ukamiz taklif qilamiz. Miraziz kim? Men ukamizni anchadan taniyman, bilaman. Va alaykum assalom, Miraz qaraysan. Yaxshi keldingmi, charchamasdan. Men ko'rib seni xursand bo'ldim avvalambor. Men Mirazni har doim Yakkasaroyda ko'rardim, chunki Yakkasaroyda bir 10 yildan oshiq ishlading-a? 14 yil. 14 yil. 14 yil Yakkasaroyda o'sha bosh oshpaz bo'lib ishladi. Mana akasi bor, ustozi bor. Ziyodilla akasi boshchiligida. Ziyodilla juda qo'ligul oshpazlardan bittasi. Bu ham catering ham qiladi, bu hamma joyda nima deydi, butun katta joylarda yuradi, juda vahmali joylarda. Va bu yerda Ziyodilla bilan birgalikda kelishibdi va shu yerda bilan hozir ish yurishni boshlashdi. Necha xil taom bor bu yerda Mirazga? Necha xil taom qo'ydinglar menyuga? Taomimiz ko'p. Milliy yo'nalishda qo'ydik, Yevro yo'nalishda, Uyg'ur ham bor. Uyg'urcha ham bor. Va turk yo'nalishida ham. Turk yo'nalishda, turk yo'nalishi ochildimi yo endimi? Men ko'rdim mana. Endi mana yo'lga donar qiladigan joylar turibdi, tandirlar turibdi. Shunaqa. Endi yo'lga tushamiz. Har bitta yo'nalishimizda yo'q deganda bir 30 xil, 40 xil ovqatimiz bor. Hozir o'zida bor. Qo'shsa bir 100 xildan oshar ekan-da. Salatlar ham serob. Salatlar ham serob va desertlarni ham yo'lga qo'yganmiz. Shu yerda o'zidan desertlarimiz chiqib, desertda ham bormi? O'rtoqlar, desertda ham bor ekan. Nima desert qilyapsizlar shu yerda o'zida? Hozir trendda bo'layotgan San Sebastian, cheesecake, o'zingiz tayyorlayapsiz. Yaxshimi? Zo'r. Mazasini ko'ramizmi mana oxirida? Ko'ramiz, xudo xohlasa. Cheesecake, kurasan ham bor. Kurasan ham shu yerda qilyapsizlar. Shu yerda hamma qandolat mahsulotlari shu yerda qilinyapti. Lekin juda chiroyli joy bo'pti. Bu yerda Miraz to'y qilsa ham bo'ladi lekin. To'y qilsa ham bo'ladi. Oshlar ham beryapmiz. Banketlar, mana odamlar ana sekin-sekin o'rganib kelib, işte ayollar yaxshi ko'rishadi, gap qilish o'zi. Moda bo'lib qoldi hozir. Shunaqa joylarda o'tirish, lekin ayniqsa onaxonlarimizga, opa-singillarimizga juda bir gap bob joy bo'libdi. Bizning ayollarimiz ovqat yeyishni yaxshi ko'rishadi. Ayniqsa challari bob joy deydi-ku bu yerda. O'sha challarda bir 10 xil, 15 ovqat tortiladi challarida. Xuddi shunaqa joyda mana mazza qilib, norinli ham bor ekan, norindan bor ekan. Hamma narsa shu. 5 barmoq ham bor. 5 barmoqda bor. Hammasidan bor. To'y ham qilib beramiz. 5 odam ketadi shu yoqqa, o'pshi hammasi kabinkalar bilan. Xo'p, 300 tacha ketadi. Mashallah. Katta zalimizning o'ziga 120 ta, kichkina Marakanskiy stildagi zalimiz bor, ko'p, yoqqa bir 70 ta odam ketadi. 70 ta odam. Keyin kabinkalarimiz 10 talik, 12 talik, 8 talik. Ana o'rtoqlar kabinkalarni ko'rdinglar, juda chiroyli, juda go'zal.
Harakatlar ham gapsiz bo'lishi mumkin emas. Kechqurun qanaqa kechqurun? Kechqurun atmosfera Kechqurun atmosfera zo'r, bomba bo'ladi. Tashqariga odamlar joylashib olishadi. Tashqarini o'zida ham 150 tacha odam. Lekin ichkaridan issiq bo'lsa ham, kun mana konsert ishlab turibdi, muzdekkina. Kechqurun musiqalar bormi? Ansambl qanaqadir odamlar musiqalar ham bor. Xohlashsa, ana medlak deyishdi, medlak musiqalar ham qo'yib qo'yamiz. Bo'lmasam o'yin kulgini ham qilishadi. O'yin kulgilar ham hammasi. O'rtada hamma narsa. Ertaman to'y qilib yuborsanglar bo'ladi. Juda chiroyli, juda go'zal. Menga to'g'risini desam, biroz juda ham yoqdi. 14 yil ishladinglar Yakkasaroyda. Yakkasaroyda juda chiroyli shirin ovqatlar qilinadi. Mana shular hammasi mana shu yigitlar, Ziyodillarning shogirdlari, ukalari mana shu Miraz boshlaydi. Miraz endi bu yoqqa qanaqa oshpazlar olib keldinglar? Bu yoqqa Yaxshimi oshpazinglar? O'zbekistonda saralangan oshpazlardan olib keldik. Yaxshilarimi? Zo'rlari. Ovqat yeb ko'raman, shunda bahosini aytaman-da. Jamoamiz bilan Xudo xolisa sizni hayron qoldiramiz. Uyaltirmaymiz. Buni bitta yaxshi tomoni bo'ldi. Mana agar xabaringiz bo'lsa, Makka Madinada ham, Allohning uyida ham chiroyli bir restoran ochildi. Bizning o'zbeklarimiz ochdi. Ana shunda bu Miraz bilan Ziyodillar borishi, o'sha yerni ochib berishi, o'sha yerni yurg'izib, chiroyli qilib ketishdi. Mana hozir juda bir tumonat odam u yerda ham. Xudo xolisa bu yerda ham xayrli qilsin ochgan joyinglarni. Xo'p, bugun nima narsa tayyorlab bersa qani bir oddiy. Nimani xamiri mana? Bu 5 barmoqni xamiri. Yana qora bu. Oqundan qilmaysizdan 5 barmoq xamirini. Oqundan qilingan. Prosta bu yerda qazini bulyoniga qilinganda, o'shancha rangi. Xamirmi? Xamir. Mazasi o'zida naturalniy bo'lishi uchun. Tabiiy maza bo'ladi. Xamir o'zini suvni o'rniga qazini suv solingan. Ha, o'sha men hayronman, qora undan qilganmisiz dedi. Yo'q, yo'q. Xo'p, bugun nima taomlar qilib berasiz? Men 5 barmoq yeb ko'raman. Nima taomlar? Baliq. Ko'rgan bo'lsangiz bizda jivoy baliqlar, jivoy baliqdan hozir mana bittasini so'ydirib tozalattirib qo'ydik. Bitta baliq qovurib beramiz. Xo'p. Bitta yevrodan tibon steak. Tibon. Salatlardan ayollar yaxshi ko'radigan gavaji rukla qilib beramiz va o'zimizning milliy brend bo'lgan koshona salatimizdan. Koshona salat. Koshona salat. Va hozir etib o'tganingizda suyoqatdan nima qilib berasizlar? Suyoqatdan o'shani aytayotgandim. Etib o'tganingizda mana vodiyli akalarimiz o'tishadi-yu. O'shalar uchun bir ko'cha sho'rvamiz bor. Ya'ni ko'cha osh deyshadi. Ko'cha osh bormi bu yerda? Qo'qonni ko'proq qilishadi. O'shandan bitta qilib beramiz, bitta yeb ko'rasiz uni ham. U muzdagami yo issig'imi? Issig'i. Issiq, u muzdaga ham borda uni? Muzdagini ham qilib beramiz. Ha. O'zidan milliy taomlik suyoqat ham hamma narsa bor. Mastava, moshxo'rda, mohora hammasidan bor. Juda chiroyli. Manpar, lag'mon, uyg'ur hamma narsa, so'korim, mo'kori hamma narsa bor. Xo'p, yana nima qilib berasan Yevropeskiy? Xo'p, Yevropeskidan yana bu tibon bor. Tibon bor hozir bizada. Keyin farellar bormi? Nima edi, bor ular ham. Bitta barannin noshka qilib beraman. Barannin noshkada. O'qdi. Aha. Bitta uni ham bitta yeb baho berasiz. Xo'p, yana kamchiligi bo'lsa ochiq oydin aytaverasiz. Bo'ldi, aha. Va yana talabingizga ko'ra nima qilib beray o'zingiz ham? Yana lasos masosda bormi? O'sha yana smetana sosda bilan qilinadi-yu. Nima? Oti nima? Syomga. Syomga. Lasos sливочный соуsi. Ha, sливочный sous. Zo'r u ham, ha? Zo'r. Bo'ldi, undan ham qilib berasan. Bo'ldi. Bo'ldi, shulardan salat, xullas bugun endi hamma ovqat yeb ko'ramiz. Qoplar qanaqa? Yaxshimi? Qo'y go'shti qoplari bormi? Qopimiz bir 15 xil qopimiz bor. Kavkazskilarning 3-4 xili, koreykali, Napoleon, ruletli, jaz, mojaz, hammasi yumshoq. Koreyka qo'y go'shtining koreykasi. Bitta koreyka ham pishirib berishadi. Yeb ko'ramiz koreykada. Обязательно. Undan. Hop, o'zing Miraziz, mana necha yildan beri oshpazlik qilsan? 20 yil bo'ldi. Necha yosh bo'lding hozir? 37. 37. 17 yoshdan boshladingmi? Qanaqa qiziq qo'ygansan oshpazlikka? Yoki uyda osh qilib ketganmisan, ovqat qilganmisan, tuxum qo'yganmisan? Bunga qiziqishim sababi oilada bormi yotgan oshpaz? Osiyoni xo'jayini, ya'ni Mahmud aka sababchi bo'lganlar. O'shanda birinchi boshlaganim siz domingiz tegida Marakashda boshlaganman. Ha, Marakash, men dom tegida shu don turardim, ha. O'sha yerdan boshlaganman. Keyin u yoqdan Turonga, Osiyoga borib yurib, shuna ishlardi. Chet elga bormadingmi? Chet elga ham bordim. Qayerga borib ishlading? Yo'q, chet elga faqat o'sha catering yuzasidan borib, tadbirlarni o'tkazib keldim. Yo'q, malaka oshirish, O'tbetga borib ishlab ko'rib, unaqa bo'lmadi. Chet elga yo'q, vaqt bo'lmadi. Shu yerda o'zi malaka oshirdi. Birinchi ustozing kim bo'ldi o'rgatgan? Ortiq aka, rahmatli. Rahmatli bo'lib ketdi Ortiq aka. Ziyodilla? Ziyodilla aka ham bu ham akam, ham ustoz, ham uzoq bo'lsa ham qarindosh. Men Ziyodadan ovqat qilganini ko'rmaganman-da, men kichim. Qo'llari juda shana. Qanaqa ovqat qiladi? Zo'r. Men faqat uni buyruq bergan ko'rganman. Cateringlar boplaydi-yu. Tuzatishlarni mana narsa qilish kerak, mana narsa qilish kerak. Ularga ovqat yaxshi qiladi, lekin o'sha Ziyodalar nomi chiqib ketgan ham yo Ziyodalar deb. Ikkinchi ustoz bu Ziyodilla. Ziyodillaga. Ustozlarim ko'p.
har hammani bitta tam- narsani miraziz bitta narsani kimdandir o'rgansang o'sha ustoz bo'lib Shunaqa. qoladi. Mana bu narsani bundoq emas, mana bundoq qo'yasan desa ham bo'ldi, o'sha ham Bu ham ustoz-da. ustoz hisoblanadi. Shunaqa, o'shancha ko'p ustozlar. Nechta farzanding bor? 3 ta. 3ta. 2 o'g'il, 1 qiz. 2 o'g'il, 1 qiz topdingiz. Ha, ikki topganim bor. Shu o'zimga shunaqa 2 o'g'il, 1 qizda. Shunaqa. Baraka top. Sog' bo'lgin. Omading bersin, ko'z tegmasin. Juda chiroyli joy bo'lgan. Hurmatli azam, Miraz har qatdan ham qo'li gul oshpaz. Endi ovqat hozir o'zi qiladimi bilmayman, lekin oshpazlik qilsa Jamoamiz kerak. bilan hayron Jamoa qoldiramiz, qiladi, Xudo jamoa xohlasa. qiladi. U qarab o'rgatib turadi, esib turadi, lekin o'zi bir ovqat qilsa yomon qo'yadi hamma ovqatlarni. Juda ham qo'li gul shirin oshpaz. Lekin bo'lmasa ishimizni boshlaymiz, Miraz, bo'lmasa o'zing kontrolga olasan endi bir ko'raylik, qani bir tuzini ko'rib, bo'tli taomlar mazasini ko'ramiz, qani bo'tli oshpazlar qanaqa ekan, saralagan oshpazlar deyapsan. Har qatda rostmi, yolg'onmi? Shirinlik bor, etdi va Shirinliklarni ham hammasini berib o'taman. San Sebastian, San Sebastian, cheesecake, qo'rg'adan, croissant, shashiladan qo'yib beramiz. bitta yeb ko'rib mazasini ko'ramiz. Xo'p, hurmatli azizlar, bo'lmasa ishimizni boshladik. Bizda chiroyli gapimiz bor. Landi. O'yinimiz boshlandi. O'yinimiz boshlandi. Bitta Ishimiz patata. rivojini bersin. Allohu Amin. akbar, baraka top. Boshladik o'rtoqlar. Hurmatli azizlar, koshona ajoyib taomlari tayyor bo'ldi. Mana endi hali tayyor bo'lyapti, yana keladi. Hozir birinchi ko'ramiz. Qani men salat, tagidan sos bilan olishni yaxshi ko'raman. Qo'ziqorin yaxshi ko'raman. Bismillah. Qolmi yoqimlisi ha? Kim, Mirzo? Rukolani yaxshi ko'raman-da. Rukolani sevaman. Salat yaxshi yomon emas. Baliq o'rtoqlar. Baliq rangi zo'r. Mazasini ko'ramiz. Bismillah. Baliqim zo'r ekan. Baliq mazasi vaqt zo'r ekan. Vaguri issiq ekan. Ungacha ham go'sht ko'ramiz. Go'sht quruqroq-da. Menimcha go'shtga ish qilishim yo'q, lekin yaxshi go'sht bo'lsa yeyman. Bunisi steak-da bu ham. Steak ribaymidi, nimadir yemaydi oti buni. So'si botib yetish kerak, ha. Bu sos bilan yaxshi. Bizning go'shtchi bilsanglar agar chet elga borganimizda go'sht yumshoqda, ular chaynisiga yetib ketadi. Bizning go'shtimiz sal qattiqroq, lekin chaynagan sari mazasi chiqadi-da. Vaguri o'rtoqlar.
Bizda oxir paytda Vaguri juda bir rasm kirib qoldi, ham yoqtirib qoldi. Aslida Buxoroni taom bu. Vaguri. Yosh barrada Vaguri 5. Baliq ham zo'r. 5. Endi go'shtda men chaynasang mazza chiqadi-da. Lekin mana zo'r. Zo'r? Yegan sari yegin kelyapti. Qani tayyormi qolgan, 5 barmoqlar? Hurmatli azizlar, mana endi ikkinchi partiyasi keldi. Men uncha ovqat yemayman, tam o'ynamaylar. Mendan keyin qancha qora ko'zlar bor. Men endi meni yomon qorib kachalkani. Voydod. Voydod. Mana uni qarang. Mana mo'jizani qarang dedi-yu, matalashka o'rtoqlar. Voy vah. Bismillah. Yomon bo'libdi degan. Xo'p, o'rtoqlar, endi 5 barmoq. O'zi 5 barmoq deganda buni noto'g'ri nom qo'yishdi, shilpildoq deb qo'yish kerak. Bizda Toshkentda shilpildoqlar 5 barmoq aslida 5 barmoqda bunaqa go'shtli bo'lmaydi. 5 barmoqda butun go'shtlar qo'yiladi. Qozoq xalqi 5 barmoq yeganda butun go'shtlarni, qazani butun, qartani butun qo'yadi. Bu kesilgan, bu o'zimizani Toshkentcha shilpildoq. Lekin xamiri zo'r bo'lishi kerak. Sababiki boya aytdiki, biroz aytdiki, xamiri dedi. Men uni qoratsam, qazani suvga bo'ladi-da. Lekin xamiri emas. O'zi aslida go'shtdan ham ko'ra xamirida katta gap. Qani bismillah. Ko'ramiz. Xamirida ham kap katta-da, xamirida. Bay. Shibildoni yaxshi ko'raman-da. Men bilasizmi, shilpildoni qanaqasini yaxshi ko'raman. Uyda qildirsam, uydagilar aytamanga shilpildoni kartoshka, go'sht, qo'y go'shtidan, kartoshkadan mayda to'rab, piyoz, tomatni qo'rib, ozgina suv solib qo'yib, paddiva qilib, keyin xamirni yoyib, xamir ustiga o'shan paddivani quysa, vash zo'r bo'ladi bu. O'zidan Toshkent shilpildoq bo'ladi-da. Bu endi bu restoranlarga, unaqasini yeyilsa bormi, qo'y go'shtilar bilan, voy. Biram mazali bo'ladi. Xamiri вообще zo'r. Hurmatli azizlar, men to'g'risini aytsam, shunaqa to'yib qoldim, alhamdulillah, Xudoga shukr. Nolish yo'q. Endi ozgina yeganingizdan keyin to'yib ham qolasiz. Uncha unaqa ko'p ham ovqat yeyotganim yo'q oxir paytda. Lekin gap ham bitta lasos qoldi, keyin mana shirinlik qoldi. Eson-omon shuni tugatib olsam. Bismillahirrohmanirrohim. Qobil, lasosmida, farelmida nima dedi, o'shanda voy esimdan chiqib qoldi. Bir antiqa qilib olib kelibdi. Qani ko'ringlar, bismillah. Baliqqa bomba. Juda bir ajoyib bo'libdi. Baliqqa ham 5 baho. O'rtoqlar, shirinlik ozgina yeyman bo'ldi birinchi. San Sebastian. San kim, u kim, men kim deydi-yu. San Sebastian. Alhamdulillah, shunaqa bir go'zal yurtda tug'ilganmiz O'zbekistonda. Shunaqa bizning oshpazlarimiz zo'rki, bizning vatanimiz shunaqa mehmondo'st, qo'l ochiq, saxiy, saxovatli xalqimiz bor. Shuni ko'rsangiz, ber choyni.
Baraka top Mirzojon. Hamma narsa bor. Bunisi hamma narsa shirin bizada. Yomon narsani o'zi yo'q. Men to'g'risini aytaman. To'ydim. Xudoga shukr, alhamdulillah. Hop, San Sebastian ko'ramiz. Umrim. Vay. San kim, u kim, men kim? San Sebastian. Taomlariga chiroyli. Go'sht sal qattiqroq. Lekin qolgan taomlar zo'r. Hurmatli azizlar, bugun ko'rsatuvimiz Koshona milliy taomlarida bo'ldi. Juda chiroyli, mamnun bo'ldik. Oshpazlarga rahmat. Salomat bo'lishsin. Bizni ko'rgan sizlarga rahmat. Sizlar ham sog' bo'linglar. Meni chiroyli yaxshi ko'rgan gapim bor, salomat bo'lishga majbursizlar. Ko'rishganda ko'rishguncha. Shukrullo Isroilov, Mustaqil O'zbekiston, Toshkent shahri, Zo'r TV kanali oshxona qirollari ko'rsatuvi. O'zingni ehtiyot qilinglar. Sizlarni yaxshi ko'raman.